Uydirilgan din va Qur'ondagi din. 9-bob. Hadislardagi bid'atlar. O'tgan boblarda ishora etganimiz o'ta muhim nuqtani shu yerda ba'zi yanglishlarni tuzatish uchun yana bir bor ta'kidlamoqchimiz. Ba'zi kishilar Qur'onga, boshqa hadislarga va mantiqqa zid kelmaydigan hadislardan foydalansa bo'ladi deyshadi. Hadislar Qur'onga, hadislar hadislarga yoki hadislar mantiqqa zid kelmagan taqdirda ham agar ular dinga yangi bir yondashuv yuzaga keltirayotgan bo'lsa yoki jannat yoki jahannam tasvirlariga ilovalar qo'shayotgan bo'lsa, Qur'onga ilovatan savob yoki gunohlar yaratayotgan bo'lsa, qisqasi dinga ilovalar qo'shayotgan bo'lsa, o'sha hadislar yoki hadislarning talqini ham ularning dinga kiritgan bunday bid'atlari ham to'lig'icha rad etilishi kerak. Agar hadislarda dinga qo'shimcha yoki dindan kamaytirish bo'lmasa, bunda bir muammo bor deb bo'lmaydi. Biroq bu hadislarni o'z kitoblariga kiritgan kishilar oldinroq ko'rganimiz kabi muammoli hadislarni naql etib o'tgan kishilar ekanini ham unutmaslik kerak. Qur'on o'zining barcha narsani ochiqlovchi, yetarli va dinning yagona manbai ekanini ta'kidlaydi. Nahl surasi 89-oyatda shunday deyiladi: Senga barcha narsani mufassal ochiqlovchi, to'g'ri yo'lga eltuvchi va musulmonlarga rahmat va mujda bo'lgan kitobni nozil qildik. Qur'onga ilovatan bir savob yoki gunohni olg'a surish Nahl 89-oyatga hamda kitobimizning 2-bobida keltirganimiz qator oyatlarga xilofdir. Shuning uchun har qanday hadis Qur'ondan keltirilmagan bir narsani dinga qo'shimcha qiladigan bo'lsa, ya'ni farz, vojib, sunnat, makruh kabi kategoriyalar chiqaradigan bo'lsa, bunday hadislar hamda ularning talqinlari Qur'onning barcha narsani mufassal ochiqlovchi ekaniga asosan rad etilishi lozim. Endi Qur'onda kelmagan biror hukm yoki buyruqni dinga ilova etuvchi hadislarga quyidagi 10 misolni keltiramiz. Birinchi, 27 va 70 marta ko'proq savob. Hadis: jamoat bilan o'qilgan namozning savobi yolg'iz o'qilgan namozning savobidan 27 marta ko'pdir. Buxoriy, Muslim va Molik. Agar bu hadisning Qur'onga, boshqa bir hadisga yoki mantiqqa xilof kelishini ko'rmayotgan bo'lsangiz ham, dinda bilganlaringizga biror ilova qo'shadigan bu hadisning uydirma ekani oshkordir. Chunki Qur'onda bunday bir savob ta'rifi yo'q. Misvok bilan, ya'ni tish cho'tkasi o'rnida ishlatiladigan bir yog'och parchasi. Misvok bilan olingan tahorat va salla kiyib o'qilgan namoz 27 yoki 70 marta ko'proq savob ekanini aytuvchi hadislar ham shu jumladandir. Ikkinchi, chap qo'l bilan yeyish. Hadis: chap qo'l bilan yemangiz, ichmangiz, chunki shayton chap qo'l bilan yeb ichadi. Ahmad rivoyati. Ba'zi diniy jamoalarda chap qo'l bilan taom yegan bolalarning qo'llari bog'lab qo'yiladi. Mukkasidan yotib uxlagan bolalar tun yarmida turg'izib kaltaklanadi. Bola psixologiyasiga jarohat yetkazuvchi bunday muomalaning sababi esa yuqoridagi kabi hadislar. Qur'onda taqiqlanmagan taomlanishni din nomidan taqiqlash Qur'onning keltirgani dinga ilova qo'shish demakdir. Uchinchi, yangi tug'ilgan chaqaloqqa doir marosimlar. Hadis: payg'ambar chaqaloq tug'ilganidan 7 kun o'tgach ism qo'yishni, chaqaloqni cho'miltirib nopokliklardan tozalashni va jonliq so'yishni amr etdi. Termiziy va Abu Dovud rivoyati. Bu hadisni o'qigan unda biror yomonlik ko'rmasligi mumkin. Biroq Qur'onda go'dakka 7-kunda ism qo'yish yoki jonliq so'yishni amr etgan hech narsa yo'q. Muammo aynan hadisdagi amr etdi ifodasidir. Payg'ambar bu amalni amr etmasdan, balki o'z tanlovi bilan qilgan bo'lishi ehtimoli yo'q emas. Umuman olganda bu amallarning Qur'onga zid tarafi ham yo'q, biroq dinda bo'lmagan bir amr va savobni dinga ilova qilishi bilan bu hadis ham uydirma sinfiga kiradi. Hadis mutlaqo zararli narsa ifoda etishi ham shart emas. Agar hadis biror yaxshi narsani savob yoki amr deya din nomidan taqdim etsa ham yoki zararli bir narsani makruh yoki harom desa ham dinga ilova keltirgani uchun yana baribir uydirma bo'ladi.
Bunday uydirmalardan maqsad kitobimizning 5-bobida ko'rganimizdek dinni sevdirish uchun bo'lishi mumkin. Biroq nima maqsadda bo'lishidan qat'iy nazar xalq ijodini Xoliqning diniga tiqishtirish, xalq bilan Xoliqni tenglashtirishdir. Bu esa dinga xiyonatdir. 4. Qora itda nima gunoh? Tuya shaytondan yaralganmi? Hadis: Tim qora itlarni o'ldiringiz, chunki ular shaytondir. Ahmad rivoyati. Qur'ondagi Kahf surasida iymon keltirgan yoshlar va ularning itlari haqida qissa bor. Qissada bu yoshlar maqtaladi va Qur'onning hech bir o'rnida itlarning zarariga biror so'z aytilmaydi. Mabodo bu oyatlar yodingizda bo'lmasa ham yoki payg'ambar masjidiga itlar kirib chiqib yurgan haqidagi hadislarni bilmasangiz ham yoki yuqoridagi hadis sizga mantiqsiz tuyulmasa ham birgina Qur'onda zikr etilmagan amrni dinga ilova etganini ko'riboq bu hadisni va itlarga qarshi boshqa hadislarni ham rad etsangiz bo'ladi. Bunday hadislar it tahoratni buzadi kabi uydirmalar dastidan musulmonlar hayvonot olamidagi eng yaqin do'stlaridan uzoqlashtirildi. Aslida hayvonot olamiga taalluqli uydirma hadislar juda ko'p. Masalan, xo'roz farishtani ko'rgani uchun qichqiradi yoki eshak shaytonni ko'rgani uchun hangraydi kabi Muslim rivoyatida. Kalamush aslida yahudiydir, shu bois tuya sutini ichmaydi kabi Muslim rivoyati. Qarg'a fosiqdir kabi Buxoriy Ahmad rivoyati. Tuya shaytondan yaratilgan kabi Ahmad rivoyati. Mushuk arslonning aksirishidan, to'ng'iz esa filning aksirishidan yaratilgandir kabi Al-Majruhin rivoyati. Tuya shaytondan yaratilgan kabi Ahmad rivoyati. Bu hadislarning barchasi faqat dinni sog'lom aqldan yiroq va mantiqsiz sanalishiga xizmat qiladi. Endi Qur'onning o'zidan dinni o'rganib bo'lmaydi deguvchilarga savol. Sizning diningizga ko'ra hadislar din manbai. Shunday ekan, o'z diningizga sodiq qolgan holda eng sahih hadis kitoblarida kelgan ushbu rivoyatlarni ham qabul etmoqingiz shart. Qabul etasizmi? Qabul etmaydigan bo'lsangiz, u holda faqatgina Qur'on ishonarli va dinning yagona manbai degan xulosa muqarrar. Agar bu hadislarni qabul etaveraman desangiz, u holda sizga tavsiyamiz quyidagicha. Yana bir bor ushbu hadislarni o'qing, so'ngra Qur'onni o'qing, so'ngra bizning savollarimizni o'z-o'zingizga berib ko'ring. 5. Idishlar kumush bo'lsa o'zgartirish kerakmi? Hadis: Payg'ambar bizga oltin va kumush idishda taom yeyish va suv ichishni man etdi. Buxoriy rivoyati. Qur'onda bunday bir taqiq ham, hukm ham yo'q. Bunday ilovani dinga suqish, Qur'onni yetarsiz ko'rish, Qur'on ustida ilovalar qo'shish demakdir. Payg'ambarimiz Allohning risolatiga o'zidan hech qanday ilova qo'shmaganini hisobga olsak, bu hadis ham uydirma ekanligi ayon bo'ladi. 6. 3 barmoq kesgan 4-sini ham kessin, shu arzonroqdir. Hadis: Bir ayolning barmog'ini kesganning tuya jinsidan badali shundaydir. Bir barmoq uchun 10 tuya, 2 barmoq uchun 20 tuya, 3 barmoq uchun 30 tuya, 4 barmoq uchun 20 tuya. Musnad Ahmad va Malik Muvattada keladi. Xoh erkak, xoh ayol birovning barmog'ini qasddan yoki bilmasdan kesgani uchun badal o'tashida hech bir g'ariblik yo'q. Biroq Qur'onda yuqoridagi kabi miqdor amr etilmagan. Balki odamlar o'z orasida, o'z zamoni va makoni shartlariga ko'ra badal turi va miqdorini belgilab olaveradi. Bir zamonlar bunga o'xshash bir badal olingan ham deylik, ammo buni har zamon va har makonda butun insoniyatga tatbiq etiluvchi hukm sifatida talqin etish uydirmadan boshqa narsa emas. Bundan tashqari yuqoridagi hukm mantiqdan ham yiroq. Qanday qilib 3 barmoq kesishni badali 30 tuya, 4 barmoq kesishni badali 20 tuya bo'lishi mumkin. 7. Ayollaringizni xatna qildirganmisiz? Hadis: Ey Atiya, yubqa xatna qil, chuqur kesma, chunki yubqa xatna qonning ustga chiqishi bilan yuzni go'zallashtiradi va eri uchun yanada zavqli bo'ladi. G'azzoli Ihyo Ulumuddin.
Qur'onda na erkaklarni va na ayollarni xatna qilish amri yo'q. Kimdir sog'liqqa foydali deya xatna bo'lishi mumkin, ammo xatna bo'lishni istamasligi ham mumkin. Bu diniy bir vojibot emas. Ayollarni xatna qilish hadislar orqali dinimizga kiritilgan bir bid'atdir. Hadislarga ko'ra, ayollar xatnasi chuqur kesilmasdan qilinishi kerak. Bu bid'at yuzni go'zallashtirarmish va erga ayoldan zavq olishni ta'minlarmish. Afsuslarki, dinga suqtirilgan bunday ilovalar Allohning dinini yashab bo'lmas bir ahvolga keltirib, insonlarni keraksiz kadar chekishiga va dindan uzoqlashuviga sabab bo'lib keladi. 8. Qanday daraxt, qanday tish va qanday teri? Hadis: Jannatda bir daraxt borki, inson markabda uning ko'lankasini 100 yilda bosib o'ta oladi. Ibn Majah, Muslim va Termiziy rivoyatlari. Hadis: Jahannamda kofirning oziq tishi Uhud tog'i qadar, terisining qalinligi esa 3 kunlik masofa qadardir. Muslim rivoyati. Hadis: Jahannam ahli otashda shunchalik kattaytiriladiki, quloq yumshog'i bilan bo'yni orasi 700 yillik masofa qadar bo'ladi. Ahmad rivoyati. Va yana bir hadis: Ummatimning faqirlari boylardan ko'ra 500 yil oldin jannatga kiradi. Termiziy va Ibn Majah rivoyati. Qur'onda bo'lmagan bu tasvirlar jannatni va jahannamni anglash mavzusidagi bid'atlardir. Qur'onda jannat va jahannam ta'riflari yetarlicha berilgan ekan, ularga ilovatan bu izohlarni qo'shish Qur'onga yetarlicha ahamiyat bermaslikka olib boradi. Qur'onda bo'lmagan ko'plab jannat va jahannam manzaralariga hadislarda duch kelish mumkin. Bu ta'riflar xoh mantiqli, xoh mantiqsiz tuyulsin, hech birini jiddiy qabul qilmaslik kerak. 9. Tuya go'shti yeganga tahorat oldirish. Hadis: Payg'ambardan tuya go'shti yeyish haqida so'rashdi. Payg'ambar: uni yesangiz darhol tahorat oling dedi. Abu Dovud rivoyati. Qur'onda tuya go'shti tahoratni buzadi degan gap yo'q. Shu bois Qur'onga ilova qilingan va dinni qiyinlashtirgan bu hukm ham bid'atdir. Ba'zi mazhablar mazkur hadisga tayanib, tuya go'shti yegan yangi tahorat olishi kerak deyishadi. 10. Bitta namoz bilan ishini bitirdi. Hadis: Seshanba kunining o'rtasida yoki quyosh ko'tarilganida kimki har rakatida bir Fotiha, bir Oyatul Kursi va 3 Ixlos o'qib 10 rakat namoz o'qisa, 70 kun daftariga gunoh yozilmaydi. Mabodo mana shu 70 kun ichida o'lsa shahid bo'ladi va 70 yillik gunohi kechiriladi. G'azzoliy Ihyo Ulumuddin. Hadis: Kimki chorshanba kuni quyosh ko'tarilganda 12 rakat namoz o'qisa, har rakatida bir Fotiha, bir Oyatul Kursi, 3 Ixlos va 3 Muavvizatayn zam qilsa, arshning ostidan bir munodiy unga nido qiladi: Ey Allohning bandasi, o'tgan gunohlaring kechirildi. Alloh qabr qorong'uligi azobini va qiyomatning shiddatini sendan ko'tardi. Bundan buyon sening boshqa amalga ehtiyojing yo'q. O'sha kunda u bir payg'ambar savobi yuksaladi. G'azzoliy Ihyo Ulumuddin. Islom olamining eng muhim klassiklaridan deya qabul etilgan Ihyo Ulumuddinda G'azzoliy Qur'onda yo'q namozlarni ochiqlash bilan dinga bid'atlar qo'shgan. Bu hadislarga ko'ra 70 kunda bir o'sha seshanba kungi namozni o'qish yoki hayotda bir marta o'sha chorshanba kungi namozni o'qish bir musulmon uchun yetarli. Bu hadislarga ko'ra bitta namoz bilan 70 yillik gunoh kechiriladi, hatto payg'ambar savobiga ham erishilsa bo'ladi. G'azzoliy falsafiy mavzular haqida yozganida dunyoning eng mo'tabar mutafakkirlardan biri ekanini namoyon etgan, ammo shunga qaramasdan fiqh va hadis sohalarida afsuski ayni salohiyatni ko'rsata olmagan. Bu hadislar siz uchun din manbai bo'lsinmi? Hadislarni din manbai bo'la olmasligini bayon etgandan so'ng, hadislarni 1. Qur'on, 2. boshqa hadislar, 3. mantiq va 4. bid'atlar jihatidan tekshirib, din manbai bo'la olmasligini, balki dinning yagona manbai faqat Qur'on bo'lishi mumkinligini ko'rsatdik. Bu boblarda keltirganimiz hadislarning ba'zisi ham Qur'onga zid, ham boshqa hadislarga zid, ham mantiqqa zid, hamda dinga ilovalar qo'shadi.
Biz faqat 4 tala bobga ham dohil yoki 2-3 moddani ham qamragan hadislarni bir sarlavha ostida ko'rib chiqib, bu hadislardagi muammolarni ochiqlagan bo'ldik. Kitobni ensiklopediya qilish maqsadimiz yo'q. Shu sababli har bobda faqat 10 tadan misol keltirdik. Umid qilamizki, bu misollar Qur'onning oydinligi va hadislarning qorong'uligini farqlay olish uchun yetarlidir. Endi hadislar din manbai deguvchilarga va ularga ergashib men Hanafiyman yoki Shofiyman yoki Maliki, Hanbaliyman deguvchilarga savol bermoqchimiz. Siz mana shu hadislarni din manbai bo'lishga loyiq deb ko'rasizmi? Agar javobingiz yo'q, loyiq deb ko'rmayman bo'lsa, u holda barcha hadislarni va mazhabingizni tark etishga majbursiz. Chunki bu misollar hadischi, mazhabchi zehniyatiga ko'ra eng mo'tabar, eng sahih manbalardan olingan. Agar bu manbalar ishonarsiz bo'lsa, hadischi, mazhabchi zehniyati batamom cho'kadi. Mazhab degan hech nima qolmaydi. Hadis va mazhablar qolmagan bir vaziyatda esa din manbai faqat Qur'on bo'ladi. Din manbai faqat Qur'on ekanini anglagan bo'lsangiz, mazhab va hadislardan olgan bilimlaringizni bir chetga surib qo'ying-da, bu dinning teoriyasi va praktikasini faqat va faqat Qur'onga ko'ra o'rganishga boshlang. Eski bilimlaringiz an'analarga, an'analar esa mazhab va hadislarga tayanganini esdan chiqarmang. Shu bois diniy zehningizni formatlab, Qur'onga ko'ra dinni eng boshidan qayta qurishga kirishing. Agar savolimizga javobingiz ha, loyiq deb ko'raman bo'lsa, u holda Qur'onni takror va takror o'qing, so'ngra albatta hadislarni ham o'qing, so'ng bizning qo'ygan savollarga javob axtaring. Bu bobni ushbu oyat bilan tugatmoqchimiz. Naml surasi 77-oyat. Va haqiqatan u Qur'on iymon keltirganlar uchun bir to'g'ri yo'l rahbari va bir rahmatdir.